Boy, videoni oxirigacha kuzating. Bu nimadan kelib chiqishi hamda uy sharoitida qanday tuzatishni hozir o'rgatib o'tib ketaman. Bu holatni tuzatish uchun bizga 100 gram beza hamda zumno shotka achirga kerak bo'ladi. Ishni qilib turib hamda bu nimaga zarar hamda qanday tuzatish kerakligini maslahat tushuntirib ketaman. Birinchi zarar qismini tushuntirib ketaman. E'tibor qiling, mana video orqali ko'ryapsizlar, qayerdan ochib o'tirganimni. Hamma o'shada zaslonka bu zaslonka to'lgandan keyin оборот o'ynaydi, ya'ni gaz past baland bo'ladi, padushka tez ketishga, yo'qilg'i sarfi ko'payishiga olib keladi. Ko'rib turganlaringizdek, gofran ochib olib, bir dona atvirka bilan hamda bitta zumno shotka bilan biz zaslonkani очистка qilamiz. E'tibor qiling, zaslonka qanaqa holatda to'lib ketgan. Mana shu narsa motorni rasotini ko'payishiga olib keladi. Kirligini e'tibor qilinglar. O'sha sharoitda akkuratni bezinda yuvib olamiz. 50 ming so'm, ya'ni ustiga beradigan pullar o'zlari cho'ntaklaringizga qoladi. Zaslonkamizni tozalab oldik, xudo xolasa motorimiz endi tiniq ishlab, cheklar uchib, rasotlar juda kamayadi. Har qanday miyali mo'shalarni zaslonka yuvgandan keyin обучение qilish kerak kompyuter orqali. Agar sizda uy sharoitida bo'lsa, mana klemani bo'shatamiz, 5 minutgina olib qo'yamiz. Ya'ni mo'sha o'zini обучение qilib oladi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, benzinimiz qanaqa tozayadi, ya'ni zaslonkamizni qanaqa holatda kirligini benzin yaqqol ta'sirlab beryapti. Agar sizlarda professional diagnostika proshka xizmatlari kerak bo'lsa, narsaga murojaat qilsa, ushbu videoga like bosing, bizga obuna bo'lishni unutmang. Obunachilarimga uy sharoitida bundan ham zo'r foydali videolar yoritib boraman. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoni saqlab qo'ying.